Bu xabarni eshitgan har bir bo'ydoq albatta xursand bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga buni hozir tushuntirib beraman. Vazirlar Mahkamasining 16-sentyabrdagi qaroriga ko'ra, aholi o'rtasida to'g'ri ovqatlanish odatlarini shakllantirish, ortiqcha isrofgarchilikning oldini olish hamda me'yordan ortiq iste'molni targ'ib qilishni cheklash yuzasidan ommaviy axborot vositalaridan targ'ibot, tashviqot ishlarini amalga oshirish belgilangan. Ushbu Vazirlar Mahkamasining qarorining 5-bandida dolzarb oziq-ovqat xavfsizlik davrini samarali tashkil etish uchun parlamentning har ikki palatasi tomonidan tasdiqlangan nizomga muvofiq siz endilikda to'y marosimlari uchun 200 nafar, osh marosimini tashkil etmoqchi bo'lsangiz 250 nafargacha odam chaqirishingiz, agar qo'shaloq to'y qilayotgan bo'lsangiz esa 250 nafargacha mehmon chaqira olasiz. Osh marosimlari uchun esa 300 nafargacha mehmon chaqirishingiz mumkin bo'ladi. O'sha hammamiz biladigan ota ko'rdi, kelin chaqirdi, kuyov chaqirdi, sepyoydi kabi bo'lar bo'lmas marosimlarga umuman yo'l qo'yilmaydi. Ushbu videoni ko'zi qonga to'lgan bo'ydoq tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Shu bahona jo'raylik, men ham tezroq uylanib olaman.